Assalomu alaykum azizlar, mana navbatdagi tarozimizni Sirdaryo viloyatining Guliston tumaniga Mosh elevatoriga xudo xolasa o'rnatdik. 6 metrli tarozimiz, eniga 3 metr. Mana G'ulom akamga o'rnatib berdi aka. Ko'tarish quvvati 50 tonnaga moslashtirilgan. 5 yil garantiyasi bilan kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzil Guliston, yana qaytaraman. Guliston tumani Qizilobod qishlog'i Mosh elevator Arenter telebashnani oldida. Ustidagi listlari 6 li listdan ishlangan. Duxtavrlar 20 li duxtavr. 5 yil garantiya. Teglari to'la to'kis hamma yeri 20 li duxtavrdan ishlangan. Bu tashlangan mana bu ikkita listimiz bu o'rtasiga ketadi, o'rtasiga ishlanadi. Betonlarni kuyib bo'lgandan keyin o'rtadagi listlarni o'zlari qo'yib olishadi. Luk vazifasini bajaradi bu. G'ulom aka xizmat ustida telefon qilaverasiz, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Siz ham rozi bo'ling.